Assalomu alaykum. Necha xona tushyapti bu yerga? Bitta 4,5 metrlik xona. Bu uyimizchi, bu uyimizga kiraylik. 4,5 metrlik xona. Necha xona? Mana bitganda yana bir qator kuzatamiz. Mana ustalar ishlashyapti. Mana kanalizatsiyalari bilan bo'lyapti. Yerabski bo'lyapti mana. Mayt qayt. Bu 2 metrlik kilodobka. Kilodobka bu. 2 metrlik. 2 metrlik. 2 metrga 3,5. Ha, 3,5 metr. Ha. Burada ham rakvinalari. Burada mana rakvinalari bor ekan. Xudosi boshlab qo'yishdi mana. Bitganda yana bir qator shularga. Mana bu parxona. Bu parxona, bu sauna. Bu xonachi. Bu dushovoy bu. Dushovoy xona bu, ha? Dushovoy. Necha? Bu 3,5 ga 3,5. 3,5 ga 3,5 ha bu xonamiz. Mana portishkalari bor ekan mana. Sesma poyez quyilgan bu tepasiga. Poyez ichiga qo'yilgan. Ha, sesma poyez chelakka bo'ladi, ichiga quyilgan, ha? Yorib turib, o'rtasi ochiq turib quyilgan. Hop. Bu xona bilan tanishsak. Bu parxona bu, ha? Parelka deyilishi. Necha bu xona? Bu 2,5 ga 3,5. 2,5 ga 3,5 bu xona. Bu parxonamiz ekan. Mana buyoqdan pechkalarimiz endi qo'yiladi, xudo xolasa. Mana pishig'ishda urilishibdi. Mana urilganini ko'rsatsam mana ko'kaklari qo'yilgan. Ko'kaklari qo'yilibdi mana. Sekravatalar qo'yilibdi mana ichiga. Issiq bo'lish uchun. Mana hozir ustalarimiz ishlashyapti. Hozir menga aytishi bo'yicha 1000 tadan oshiq chelakka bo'lib urishibdi. Xudo xolasa mana yotgandan keyin yana bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Mana hozir shu uylarimizga to'sin teryapmiz. Xudo xolasa mana to'sinlarimiz mana uzunligi 4 metr bo'lib, oltiga 12. Mana orasini mana 45-47 dan qo'yapmiz mana. Bittadan nima quramiz bularga mana. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Mana qayoqqa shaqacha uryapmiz mana. 20 metrlik navisimiz. Navis emas, kechilasizlar. Uy. Benimki uylar. Hammom, dush. Bu xonamiz esa 14 ga 14. Uzunligi 2,5 metr. Ko'rishingiz mumkin mana sekin. Mana uylar sekin bitta boryapti, asta sekinlik bilan. Bog'lashni mana sizlarga bitguncha qanday qurilishini bir yo'ldan kuzataman. Bu xonamiz ham 14 ga 14. Mana uzunligi bu 5 metr bo'ladi uzunligi. 14 ga 14 xonamiz. Buning o'rtasiga bitta ustun tushadi, o'rtasiga. Teng o'rtasiga ko'chalab ustun qo'yamiz, xudo xolasa. Haylarga mana endi lajalarimizni teramiz, to'sinlarimiz. Mana bu yoqdan ham bir ko'rinishi bor. Mana hozir mana bu uylarimiz ishilibganlarimiz qoqildi. Strapila xorasini ko'taryapmiz. Oldimiz strapila xori. Oldimiz mana 85 ko'tarildi. Orqa tomon bo'lsa 2 metr bo'ldi. Shilibkalarimiz mana 72-74 kvadrat shilibga ketdi. Bu yerga mana xorlarimiz, ustunlarimiz mana ko'rib turibsizlar. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Mana doğrusu mana. Mana hurmatli obunachilar, tomimizga strapilasini teryapmiz. Bu yerga 20 metr joyi 28 ta strapila ketdi, 6 metrlik. Oralariga kelsak, bu oralari 72 dan tushdi. Orasi har bir strapilaning orasi 72 dan. 20 metr mana uzunligi. Mana ko'rib turibsizlar mana. Bu tomimiz 3,5 shipir yopiladi, 3,5 shipir. O'stirmamiz mana burun 10 chiqdi, o'stirmamiz mana bu yerlarga hozir recha qoqilib
taxtasiz qoqiladi peshonasiga. Silib qatiramiz bu yerga. Mana bu video davomida sizlarga ko'rsataman. Ha, pastdan ham bir qatorani ko'rinishini ko'ringlar mana. 20 metrli mana uylarimiz, hammom, hojatxona, sauna, hamma parxona hamma yo'q bilan birga bityapti mana. Ha, mana bu o'stirma 1.15 chiqdi. 1.15, 1.15 emas, 1.10 chiqdi o'stirmamiz. 1.10. Buni tepasiga reyka qoqiladi, taxtasi qoqilib, silif o'rnaydi buni tepasiga. Hozir bular birma-bir kuzataman sizlar. Mana aziz hurmatli obunachilar, hozir tomimizga sirapli rejalarini qoqyapmiz. Reykalarimizni qoqyapmiz. Bu reykalarimiz qalinligi 4 3 cm. Strapilalarimiz qalinligi 4 12 bo'lib, uzunligi 6 metr. Bu reykalarimiz uzunligi ham buni ham 6 metr. Qalinligi ko'rib turibsizlar. 4 cm, bu tomoni 5 cm. Bu qo'yapmiz, mana reykalar qoqish jarayoni. Shipirimizga mana bu boshidan bu boshigacha 1.60 cm qoqdi reykamizni. Mana bu aytib o'tganimdek, bu reykamizni boshidan bu reykamizni boshigacha 1.60 cm. Keyingimiz keyingi reykamiz 1.65 ta. Bu chegasidan bu chegasigacha 1.65 pastga qoqqanmiz. Mayli. Bu beldamchilari muhim emas, bu santimetr o'rtasini mo'ljallab bunday reykalarni ko'rib turibsizlar, to'g'ri mana buni qo'yib, mana bunday qo'yib, mana ko'rsataman sizlarga. Mana shu reykamizni mana ko'rib turibsizlar, to'g'ri mana o'rta beldamchini mana bunday qo'yib qoqib ketaverasizlar. Mana bu yerda mana ozgina yarim santimetr qolishi kerak. Mana bu yerda buni sababi shipir kelganda birinchi shipir keladi, ikkinchi shipir ustiga chiqish uchun bu beldamchi bu reykadan yarim santimetr baland turishi kerak. Shuning uchun mana ozgina yarim santimetr o'ynaydi. Endi o'ynaydi. Birinchisini 0 ga qoqiladi, chunki birinchi shipir ustiga shipir qoqilmaydi birinchi tomon. Ko'rib turibsizlar, mana hech qanaqa urinmayapti. Pastimizda mana nol turibdi, mana unga ham tegib turibdi, unga ham tegib turibdi. Bu birinchi, ikkinchidan boshlanadi asosiysi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda buni batafsil noldan video olamiz. Kuzatib borsanglar, obunachilar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, sizlardan obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz va